assalomu alaykum hamyurtlar. Mana O'ram oshxonasida motorlarni tiniqib kechasiga tindirib mana o'rab qo'yishibdi motor qismlarini. Tagida motor mana shunday qilib qo'ysa bo'laveradi. O'g'ri kirdi, o'g'irlab ketdi. Sudimda buzilib qoldi degan narsalar yo'q. Mana qulf kalitigacha qilib qo'yishgan atidoqi. Xudo xolasa bundan bag'iga ham cho'tki qilib qilinadi. Kelaverasizlar, O'ram oshxona. Bu yog'i Xudo xolasa Vodiy baliqxona bor. Katta yo'lda o'ta katta o'zgarishlar ketyapti. Vodiy baliqxona. Bu yog'i Okean baliqxonasi. Bu yoqda temirxona. Yo'llarda juda katta jadal ketyapti o'zgarishlar. Kelaverasizlar, imkon bor qadar ishlaringni bitirishga harakat qilamiz. Aloqadamiz. Ishlarga omad. O'zlaringga ehtiyot qilinglar, salqinda yuringlar. Kayfiyatlar doim yuz bossin. Rahmat.